Qirin qo'yib o'tirmasdan kelgan odam hujjatlarni qarab keyin kirgizsalang bo'lmaymi xonaga? Shu boshliq ham jonga tegdi-da. Ketadigan vaqti bo'ldimi deyman u. To'g'rida, lekin nima ham qila olamiz? Menda bitta reja bor. Xullas, shofyorni chaqirib bu yoqqa. Boshliq, ketadigan davrimiz ham keldi. Mashinangiz bilan xonangizga narkotika yashirganmiz. Joyni bo'shatamiz endi boshliq. Yoshlar kelajagini senga o'xshagan noinsoflarga hech qachon topshirib qo'ymayman. Mana. Iflos.